Xo'p, assalomu alaykum vatandoshlar. Bu yerga anaqa mashinalarimiz ham chiqib qolibdi, ajoyib. Hyundai bu o'sha 7 o'rindiqlik legendarniy Rossiya qatnaydiganlardan ekan. To'liq nomi Hyundai Starex-midi bu? Hyundai Elizon. Ha, Hyundai Elizon. 4 ta balon holati yaxshi. Saka diskalar qo'yilgan. Motori qanaqa endi buni amaki? Motori 2.4. 2.4 объемlik. Nima yuribdi mashina? Hozir propandan ham, benzindan ham yuradi. Propan, benzin, universal, tayyor bagajlari bor. Endi buni udari qanaqa endi amaki? Yo'q. Udari yo'qmi? Udari yo'q. Bu yerda petno kraskalari bor. Petno kraska bor xolos. Yurgani qancha? Yurgani 355 ming. 355 ming. 4 kilometr. Shtirga qancha amaki? Endi biz 8 ming baho aytdik. Kelishamiz. 8 ming Chevrolet 11 dan tepasi bo'lsa, ancha-muncha Chevrolet mashinalar bo'lsa, Abod, Damas ularga barter bor. Bor, barter. 8 dedingizmi? 8 kami bor. Kami bor. Rakmet qanaqa bo'ladi endi? Generalni chiqaramiz. Hozir generalni damiz. O'tkazib oladi. O'tkazib oladi, o'tkazib olishga o'tib berasiz, xudo xolasa. O'tib beramiz. Nomerni ayting. Kelishamiz. 99lik 398 20 24. 99lik 398 20 24. Qayerda mashinasi demak? Bulovoshi. Bulovoshi mashinasi ekan akalar. Propani 80 talik propan. Euro. Mashadan damlanadi. Balondan qo'yib olsa ham bo'laverar ekanda. Bo'laveradi. Yotib hammasi guruzovoy ham bo'laveradi. Hammasi yotadi sizda. Aha. Yig'ishtiriladi. Qana akalar. Nima deyapti? Qisqasi komfort. Motorda rasxodlari yo'q-a? Yo'q, umuman. Eng qizig'ini aytmoqchisiz, mashina avtomatmi? Avtomat. Eng qizig'i mashinamiz avtomat. Acha zavod qanday qo'ygan bo'lsa, ana shunda ishlaydi. Ana shunda ishlaydi, xudo xolasa. Orqa pechkalar ishlaydi. Aha. Orqa konditsionerlar ham, orqadagi nimalarga har biri o'zlariniki ham bor. Orqada alohida isitadigan, sovutadigan hammasi ham bor. O'zlari hujjat qilib, o'zlariga burib oladi. Aha. Xo'p, nomerni qo'ydik, xudo xolasa. Mashinamiz holati mana 11 da tepasi Chevrolet bo'lsa, barter bor dedik-a? Xo'p, 11 tepasi bo'lsa, Chevrolet barter bor. Xo'p, 8000 kami ham bor, xudo xolasa deyapti. Hech qanaqa dokumentda muammosi yo'q. Aloqaga chiqaverasizlar, Bulovoshining mashinasi ekan. Izlaganlarga jo'natamiz, ko'pchilik so'rayotdi, bittadan like bosib, qo'llash esdan chiqmasin. Sog' bo'ling, barakasini bersin, amaki. Rahmat. Xo'p, davom etamiz akalar, xudo xolasa. Navbatdagi inomarkamiz Volkswagen. Legendarniy o'sha Rossiyada qatnagan ekan akamiz. 2020-yilda ishlab chiqarilgan, mashina yurib turibdi. Ovozi ham chiqmaydi ekan bor-ku. Ichki holati ham ko'ryapsizlarmi? Dehqonchilik ekan o'zlarining mashinasi. Xo'p, kelishtirib beraman xudo xolasa deyapti. Qiziqqan odamlar bo'lsa, oldi, yonbosh, hamma yo'g'i chotki, tekshirtirib oladi, liboy narsani deb. Orqadan qanaqa yetib olgan aka? Endi tez yetib olmaganmi? Yo'q, rasmi bor. Vaziyatdan bag'ida kraska bor. Hozirgina. Bu yog'ini quruq toza dedim. Mana kapotda vaziyatdan bag'ida bor. Motori qanaqa buni endi aka? Motori 1.6 atmosferli motor. Xo'sh. Buni ozimoz o'zi yangiligi ham rasxoti bor bu motorda. Ha, chicha motorda rasxoti bor. Yangisida ham bor, shunday bundan ozgina rasxoti bor motorda. Akalar xohlasanglar presepi ham bor ekan. Kelishib qolsak, presepini ham qilib beraman deyapti. Xo'p, o'sha 7 kishilik shopir bilan. Ha, shopir bilan. Mana bir toifa bemalol minorada o'ynab kulib. Qiziqqanlar bo'lsa, xudo xolasa, hadovoylari yaxshidir aka. Hadovoylari go'zal aka, o'zimiz shu uyga mingan mashina burishmas dedi-yu. Tirikchilikda emas aka, dekorlar. Xo'p, aka endi qarang, pulini yaqinroq ayting aka. Hali telefon qilib 1000 o'tib bering, 2000 o'tib bering qilmaydigan qilib, savdosiga o'tib beradigan qilib ayting aka. 11 mingdan aka o'tib beramiz. 11 ming kamini qilib beramiz, xudo xolasa. Faqat naqd pulga beramizmi? Naqd pulga, jema Cobalt, Malibu, Trekkerlar bo'lsa kelishaveramiz. Barter, plyus kelishib ko'ramiz. Avtomatga. Qayerda mashinasi aka? Sharxonda mashinasi. Sharxonda mashinasi. Nomeringizni bering-da. 97lik 996 94 92. Hozir mashina ishlab turibdi akalar. Yurib turibdi. Mashina yurib turibdi, ovoz yo'q lekin yaxshi. Yoqib qolsa chiqib borasizlar. Aka savdingiz bersin. Xo'p. Xo'p, bu yerda Kia'lar bor ekan akalar. Ular ham inomarka hisoblanadi. Kia Carnival ikkita turibdi. Va xolasa buni ham qo'shib berib ketaman. O'sha 7 kishilik
Rossiyaga qatnaydi. Ko'pchilik yaxshilardan aka kelar. Mashinamiz avtomat. Hozir. Bu mexanikami, avtomatmi bilib qo'yaylik. Mashina mexanika ekan. Yili qanaqa buni aka? 2013-yilda ishlab chiqarilgan. 4 ta balon holati yaxshi. Kia Carnival ichki holatlari ham yaxshi. Mana bu Carnival haqida ma'lumotni to'liq yaxshi biladi o'sha ko'pchilik. Plus komfort hamma yo'g'i bo'ladi ularda avtomat mashina. Nima deb yuribdi aka bu hozir? Propan deb yuribdi. Propan metani ham bor ekan akalar. Aka buni kraskasi bilan yurgani qanaqa endi? Koreyada ozmoz kraskasi bo'lgan aka buni. O'zimizda udari yo'q, kaltagi yo'q. Yurganichi probegi? Yurgani 294 ming. Puli qancha aytilyapti? 13 ta. 13 ming ozgina kami bor. 13 ming ozgina kami bor. Variant barterlar bormi yo'qmi? Puliga qarab kelishamiz aka. Puliga qarab kelishamiz. Dokument holati qanaqa bo'ladi? Yeslicha o'tkazib olaman desa, o'tkazib olishga o'tib beramizmi? Ha? O'tib beramiz, xudo xolasa. Narigan sizlardanmi? Yo'q. Nomerni bering aka. 90lik 625 70 77. Gap yo'q, savdoyingiz bersin. Motorda rasodlari yo'q deyapsiz, xudo xolasa. Yo'q. Mana akalar. Koreyani o'zida chip-chip bo'ladigan kraskasi, hatak bu yerda bo'lmagan ekan. Metan, propan hamma yo'q joyida. Savdoyingiz bersin aka. Ho, kimdan bu? Qani bunday qilib ko'ramiz. Ochiq aka. Bunisi ham avtomat, lekin egasi yo'q. Egasi bo'lsa ko'rsatib berasdim buni ham. Egasi yo'q. Xo'p, hina markalarga Largus'ni nima qilay? Qo'shaymi, qo'shmaymi? Qo'shib ketaveraman. Necha yili? Yili 16-yilda ishlab chiqarilgan. Balon ham mashinada turibdi-kan, shiplari bilan oldilar. Xo'p. Diska yurgani qancha kraskasi? Sizdanmi aka bu? Ko'ryapsizlarmi? 16 bagajlari bor. Xullas nima deydi? Xizmatga tayyor ekan mashinamiz. Aka buni yurgani kraskasi qanaqa? Kraskasi bola budjeda bor. Tash kiringlarga budjeda bor. Aha, qolgan tozaga beramizmi? Qolgan toza. Ko'rib olaveradi. Bir olta bu yermi? Bu olti Renault. Ha, Renault motor. Renault motor. Rossiyaga qatnaganmiz. Qatnagan Shiplari bilan turibdi. tayyor mashina. Qancha yurdi? 380 ming. Puli necha pul aka? 16 ming. Ishtirga necha pul aytyapsiz? 7,5 deyapti. 7500 kami bor. O'zingiz minib yurgan mashina ekan, dehqonchilik. Dehqonga beramizmi? Dehqonga beramiz. Yo'lida qilib berasiz. Ha. Faqat naqd pulga. Naqd pulga bo'lsa, ha. Gen qilib beramizmi? Generalni qilib beramiz. Mashina o'zim nomimda. Aha. Birovdan qarzi yo'q. Aha. O'zim xohlagan dokumentni qilib bera olaman. Nomerni ayting-da. Nomer, Telefon nomeringiz. telefon nomerni aytib. Kim? Men nomerim, men Rossiyada yuramiz. Aha, yo'q, O'zbekiston. O'zbekiston nomerida aytinglar. Qayerda mashinasiz aka? Qorasi. Xo'p, qaysi biri? 92lik, 150lik, 84, 62 qorasida qayerda? Sho'ra. Sho'ra ko'chadami? Yaxshi, savdolarni bersin-a. Qo'yib yuborsa ham ketaveradigan bo'lib qolganmi Rossiyaga o'zi? Adresni yozib qo'yasiz, bo'ldi ketadi. Mana akalar, mexanika. O'sha 1.6 Renault motoridan ekan, yo'qsa aloqaga chiqib gaplashib qo'ysanglar bo'laveradi mana. Andijonning Qorasuv shahrining mashinasi ekan. Gap yo'q.